Diqqat, oyliklar oshirilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling. Prezidentning tegishli farmoni bilan maktab direktorlari, ularning o'rinbosarlari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining direktorlarini ish haqqi oshirilmoqda. Bu haqida Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Farmonga asosan respublikadagi 10 mingdan ortiq maktab direktorlari va 35 mingdan ortiq ularning o'rinbosarlari hamda 7 mingga yaqin bog'cha direktorlarining ish haqqi oshiriladi. Unga ko'ra 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktor lavozimining bazaviy tarif stavkasi 20% ga, o'rinbosar lavozimining bazaviy tarif stavkasi 15% ga oshiriladi. Shu bilan birga, bog'chani direktor lavozimining bazaviy tarif stavkalari 3 va 4-guruhdagi umumiy o'rta ta'lim tashkilot direktor o'rinbosarlari lavozimining bazaviy tarif stavkalariga tenglashtirish orqali oshiriladi. Shuningdek, 2026-yil 1-yanvardan boshlab umumiy o'rta ta'lim tashkilotining direktorlar jamg'armasining mablag'lari hisobidan direktor va ularning o'rinbosarlari ish faoliyati samaradorligini ko'rsatganligi uchun bazaviy stavkasiga nisbatan 20 va 10% miqdorida har oy ustama belgilanadi, deyiladi xabarda.